شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه عليهم أجمعين أما بعد. Tekrardan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hemeylenninki bu ulug' kunlarda turvatimiz, hemeylenninki tutgan rozumuz qabul bo'lgan bo'lsin, o'qigan namozlarimiz, tarovihlarimiz ve başka okuyan Kur'an, zikir tesbihlerimiz qabul bo'lgan bo'lsin. Allah Tebarek ve Teala aldığımızda kunlarda kişilerinki en ulug' bo'lgan qadr kechisiga ulaşqan nasip qilsin. Mahlukatlarni yaratib, mahlukatlarning ichidan mushu insonni ulug' qilib, uningga atrofdagi mahlukatlarni bo'ysundirib, son-sanoqsiz ne'matlarni ato qilgan ve bizni boshqa mahlukatlardan hurmatlik, karamlik qilgan ulug' Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga sonsuzlagan madhiyalar, maqtashlarni yollayman. Bugün so'zlamoqchi bo'lgan mazmun, to'xtalmoqchi bo'lgan hukm bo'lsa, Allah'ninki bizga berilgan ne'matlarga shukr qilinish. Biz inson bo'lish sifatimiz bilan atrofimizga qaraydigan bo'lsak, sonsuzlagan ne'matlar bizni qo'rishigan bo'ladi. Buni her birini sözüge tutsak biz bugün bununki Allah'ınki nimetlerinin ma'lum bir kısımlarını mı bu 15 minut 10 minut içinde bunu sözlep bununki misalları tarihteki ve şununda Kur'an-ı Kerim'deki sözlenirken bunun ziyaları paydalarını bunu sözlep boğulunmaydı. Çünkü Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Sizler Allah'ın nimetlerini sanısanlar bunu sanıp bulanmayızlar dedi. Şu nimetlerinin içinden biz bir muhacir boluş süptimiz bilen muşu yeryüzde bizge okşaş, mustadab, mezlum bir milletke nispeten ya ki biz vatandiklerge özümüzün sizleştirge vaktimizde bizge ulağa verilmegen bir nimet vakin şu nimet hakkında sözlemekçiyim. Şunu bilen birge şu nimetke şükür kıla aldık mı yok. Yani şunu bilen birge nimetninki yani nimetke şükür kılış, bu şükürninki ma'nisi nima, bu qancha turga bo'linadi, qancha qismga bo'linadi degan mush hukm haqida qisqagina ma'lumot berib o'tmoqchi. Şükürninki ma'nisi bo'lsa Allah Tebarek ve Teala'ninki bizniki o'ziga bergan ne'matlarga shukr qilish. Uninki shukr til bilan bo'ladi, qo'l bilan bo'ladi degandek buning qismlari bo'ladi. Bununki dal qarshisi bo'lsa, zidi bo'lsa, onunla nankurluk qilish, tuzkurluk qilish. Bizning Uyg'urcha tilimizda aytgan vaqtimizning o'zida tuzni yap, tuzluqni chiqish yoki bo'lmaydi. Tuzkurluk qilish degandek ma'nolarda ifodalanadi. Qur'on-i Karimda buningki tuzkurlikninki zidi qarshisi bo'lsa, kufrlik qilish. Yani Allah'ınki bergen nimetlerini yügep onunla nispeten onunki vazifesini icra kılmaslık degende hükümlerde keladi. Hem de bu yerde bu şu şükürninki kısımlarını İbn Qayyim Cevzi rahimahullah 3 kısımga bölüp kılgan iken birincisi kalbning şükürü. Kalbning şükürü qanday bo'ldi desa, hech qachon tevirip ketmaydigan bir jazmi, yaqini bo'lgan bir iymonga ega bo'lish. Bu Allah'ın bir insan kalp verilgen bolsa, sağlam kalp verilgen bolsa, bu kalbinki hiç kaçan musibetler aldı da qiyinchiliklar aldı, tevirmeydigan bir xil jazmiyatga yaqinga ega bo'lishning o'zi bu kalbning shukri bo'ladi deb tushuntirgan ekan. Mayli buningki küçük nimet bo'lgan bo'lsin, mayli cho'ng nimet bo'lgan bo'lsin, mayli hissisi bo'lsin, mayli ma'naviy bo'lsin, mayli oshkori bo'lsin, barliq ne'matlarninki hammasininki kelip çıkış menbeyi kim o dese Allah Tebarek ve Teala deb itiraf kılıp bunun çok küçük nimetlerinin hemmisinin menberi bana verilgen. Meyne bu kalp olsun, meyne meninki bu yaşlıkım olsun, meyne meninki bu sağlıkım olsun, hem nimetin özü bu fikir menbesi kim o Allah Tebarek ve Teala. Bunu belgeci Allah Subhanahu ve Teala deb tunup
Shu jarayonda hayot jarayonida o'ziga kelgan musibat, qiyinchiliklar va sinoqlar kelgan vaqtlarning o'zida qalb tavirmay, ashundoq mustahkam turadigan vaqtimizda bu qalbning shukronasi ado bo'lgan bo'ladi deydi. Masalan, bir qalbning o'zi bizningki ba'zi vaqtlarning o'zida nurg'unlagan qalblarimizga nurg'unlagan xiyollar keladi, nurg'unlagan fikrlar keladi qalbimizga. Fikirdek bir kun menga bir kun menga o'zgaradigan yoki mayda tiz o'zgaradigan bo'lgan bo'lsa, bu qalbningki bu vaqtimizda shukronasi ado bo'lgan bo'lmaydi. Ikkinchisi tilning shukrisi bo'lsa, u Allohningki bergan marhamatini e'tirof qilish, Allah subhanahu va taoloninki ihsonining kattaligini e'tirof qilish, azimatini e'tirof qilish ig'zida. E'tirof qilib nima deymiz desa, har bir ahvolga, alohida ahvollarga yo'liqqan vaqtimizda alhamdulillah yoki bir ne'matga erishgan vaqtimizda alhamdulillah deb uningga shukronasini bildirish. Va Alloh tabarak va taoloninki azimati va kattaligini uqtiradigan, buningga dalolat qiladigan dalil faktlarni ko'rgan vaqtimizda subhanalloh, Alloh nima degan pak, nima degan katta deb buni Alloh tabarak va taoloninki ayib nuqsonning pak ekanligini bu so'z bilan ifodalash bo'lsa, va shuningdek o'zimizningki Allohu akbar, subhanalloh, alhamdulillah degan tasbihlar bilan bo'ladigan tilning tasbih, tilningki shukrisi. Oxirida Alloh tabarak va taoloninki va amma bi ni'mati robbika fahaddis degan so'zi bilan har bir ne'matni o'zimizdagi Alloh tabarak va taolo bizga o'zimizga bergan ne'matlar bo'lsin, atrofimizdagi bizga ufuq olamdagi ne'matlar bo'lsin, buni so'zlashning o'zi bu Alloh tabarak va taoloninki tilningki Allohninki ne'matiga shukr qilganlik bo'ladi. Uchinchisi bo'lsa javarih a'zolar. Hamda bu javarih degan vaqtimizda qo'l, fut, ig'iz, qo'l, fut va shuningdek ko'z, quloq degandek bu a'zolar shuning qatoriga kiradi. Bu a'zolarningki hamda ko'zning shukrisi nima bo'ladi desa, ko'zning shukrisi aromni qaragan vaqtda, aromni ko'rgan vaqtda o'zining ko'zini yumish, uningga qaramaslik bo'lsa, Alloh tabarak va taoloninki ufuq atrofdagi koinotdagi Allohning mo'jizalariga qarab, Allohning azimatini tunish orqali o'zininki uning iymoni kuchlangan bo'lsa, bu ko'zningki shukrisi bo'ladi. Va shuningdek o'zininki do'stlarga mehr muhabbat bilan, xo'sh chiroy bilan qarash, ota-onalarga ko'zal aytmaslik va shuningdek ota-onalarga alohida o'zininki ulfat, o'zininki mehr shafqati bilan qarashmi, bu ko'zningki shukrisi bo'lgan bo'ladi. Quloqningki shukrisi bo'lsa, Qur'oni Karimni anglash va payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlarini anglash va pak so'zlarni, yaxshi so'zlarni anglash va g'aybat, shikoyat, suxonchilik va mushu insonlarningki, musulmonlarningki obro'yiga daxl etadigan so'zlardan yiroq turishning o'zi bu quloqningki shukrisi bo'ladi. Tilning shukrisi bo'lsa, bishtab o'tganimizdek Qur'oni Karimni o'qish, yaxshilik qilib, yomonlikdan to'sish, Alloh tabarak va taoloninki diniga da'vat qilish va bu tilni g'aybat, boshqalarga bo'hton chaplash, boshqalarning obro'yiga tegadigan gap so'zlardan tilni saqlashning o'zi bu tilning shukrisi bo'ldi. Endi qo'lning shukrisi bo'lsa, yaxshilikni qilishga davomlashtirish, muhtojlarga yordam berish, miskinlarga taom berish va halol emgaklarni qilish va Alloh tabarak va taolo Qur'oni Karimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari cheklangan ishlarni qilib silishdan, qo'llarida qilishdan yenish bu umumiy qilib aytgan vaqtda bu ikki qo'lningki shukrisi bo'lgan bo'ldi. Ikki qo'lning shukrisi bo'lsa, masjidlarga menish, yaxshi ilm so'rinlariga menish, ishlarningki insonlarning hojatlarini ado qilg'ili menish va yaxshilik yo'llariga menish bu ikki qo'lningki shukrisi. Va shuningdek har birimizga berilgan ne'matlar o'xshamagan bo'lganligi uchun ba'zilarimizga mol beriladi, ba'zilarimizga aql, ba'zilarimizga ilm. Molning shukrisi bo'lsa, ana shu faqir miskinlarga yaxshilik qilish, qo'ldan kelishicha, oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, Alloh yo'lida chiqim qilish. Allohning dinining yuksalishi, Allohning dinining oliy bo'lishi uchun o'zining qo'ldan kelishicha Alloh yo'lida molni sarf qilishning o'zi bu molning shukrisi. Hamda ba'zilarimizga yoshlik,
bahar vaqtlarimiz bo'ladi. Boshqa bizning yoshli cho'nglar bir qadam, 2 qadam oldigan yoki bizlar 5 qadam oldigan yoki ular yarim qadam olsa biz 3 qadam ola oladigan bir yoshlik davrlarimiz oldu. Vaqt. Yoki bo'lmaydi biz o'lim kelishdan burun bizlarga berilgan bir vaqt bo'ladi. Bu bir katta ne'mat bo'lib, buningga shukrisi bo'lsa, Alloh tabarak va taologa itoat qilish bilan o'tkazish. Dunyo va oxiratda musulmonlarga foydali bo'lgan o'zining hayotiga foydali bo'lgan ishlarda sarf qilish umrini va g'aflat, o'yin tomosha, behuda kulki chaqchaq va boshqa arzimaydigan dunyoninki lahvlar bilan qanday qilmaslik, o'tkazmaslik bu vaqtning shukrisi bo'ladi. Oxirida saqliq va kuchlik, quvvat deydi. Kuch-quvvat. Qarasak atrofimizga qaraydigan bo'lsak, hammamiz bu yerda saq turibmiz. Doktorxonalarga qarasak va yoki o'zimizning ojizlarga, yashanganlarga qaraydigan bo'lsak, buning naqadar bir katta ne'mat ekanligini ko'ramiz. Buning shukronasi nima bilan bo'ldi degan vaqtimizda buning shukronasi bu ham shu kuchimizda, shu sog'lig'imizda Allohning dinini oliy qilish, o'ziningki Allohning muxlis bandalarga yaxshilik qilish va Allohning dinininki g'alabasi uchun bu kuchimizni ishlatish bilan bu kuch quvvatninki, sog'liqninki shukrishi mushunday bo'ldi ekan. Endi meningki oxirida to'xtalgan muhim bir tema bo'lsa, muhim bir hukm. Endi mushu tarixga qaraydigan bo'lsak, bizningki necha qitimlab mushu top holatda hijrat qilish ahvoli ko'rilgan ekan. Hozirgacha bu hijratimizdanki nimishqa buningki g'alabasi oz bo'ldi, buning natijasi oz bo'ldi degan hukmda bir kallamga bir o'y keldi. Nimishqa sahobalarning hayoti qaraydigan bo'lsak, ularning hijrati bir qancha qitimliq hijrati bo'lgan. Va undan keyingi dunyoning har qaysi joylaridagi ba'zi mushunday ko'chman xalqlarga qaraydigan bo'lsak, buningki ba'zi o'rnaklarini ko'ra oladiganmiz. Haqiqatan bu ko'chmanlikningki, bu hijratningki haqiqatan buningki tixmo o'zininki zaminida qalanmagan ishlarni qilish bilan, buningki ne'matni haqiqiy shukr qilish bilan buningki kuchi tixmi ziyoda bo'lib, o'zininki o'ylanmagan natijalarga erishganligini bilib olgan bo'ldi ekan. Masalan, bizningki o'zimiz mushunda hayot mushunda davom qildi ekan, biz mushunda yashaydi ekanmiz, bilmaydi ekanmiz. Har birimiz mayni ilm talab chiqilib, mayni mush hijrat qilib Allohning dinini oliy qilamiz deb chiqayli. Vatanimizda qolgan har bir o'zimizningki oilamiz, o'zimizningki urug'-tuqqanlarimiz, o'zimizningki bizni mushu iddia qilishga sabab bo'lgan olimlarimizni o'ylaydigan bo'lsak, bizning naqadar bir bu ne'mat ishlayotganligimiz, ularga naqadar bir vafo qilishning zo'rligini ko'rib olgan bo'ladi ekan. Abduqodir Damollamni o'ylasak, ota-onasi va yurt xalqi uni o'qish uchun o'zininki mahalladagi putkul kishilarning o'zi yig'ilib alohida murosim o'tkazib dinni o'rganish, shu bilimsiz nadon xalqqa dinni o'rgatish uchun chiqargan vaqtning o'zida bu o'zininki yo'ldak bahor hayotini ilm uchun sarf qilib, oxirida vatanga qaytgandan keyin ko'rinarli natijalarni qozonganligini ko'radi ekanmiz. Va shuningdek Sabit Damollam bo'lsin, mayni bizga eng yaqin bo'lgan Abdul Ahad Maqsumazim bo'lsin va yoki Abdul Hakim Maqsumazim bo'lsin, hammasi chet elga chiqqandan keyin o'zining millatiga nima foydali, nima ziyonliq mushuni bayqab, o'zining ana shu xalqini oqartish uchun bu ne'mat hijratdan iborat bu ne'matdagi naqadar afzalligini his qilib, o'ziga tegishlik bo'lgan bilimlarni, o'ziga tegishlik bo'lgan ma'lumotlarni olgandan keyin o'zining vataniga qaytib, bu ne'matning shukronasini ado qilganligini ko'rayotganmiz. Xo'sh, endi tarix qaraydigan bo'lsak, payg'ambar alayhisolatu vasallamningki necha qitimliq hijrat qilish jarayonida sahobalarningki Habashistonni qirgan hijrat bo'lsin, mayli Madina qirgan hijrat bo'lsin, shu hijrat jarayonida hech biriningki shularning diniga kirib o'zining xudini yo'qtib tarab ketganligini ko'rgan olmaydi ekan. Rasululloh qachon qaytdingiz shu vaqtda qaytib, ya'ni kuchning birligini hosil qilib, ana shular o'zining hayotini, mamotini shu bu din uchun taqdim qilgan vaqtning o'zida taqdim qilganlik uchun biz bu yerda islomning shuarini ko'tarib biz musulmon bo'lib turibmiz. Navoda shular
Yahudinin şəhəri bağa vaxtı Yahudi olab kitib, Hristiyanның şəhəri bağa vaxtı Hristiyan olab kitib, şu bağan yerden irip ketken bolsa, bu din bizi kelmegen boladı. Onundan keyin Moşa Filfin mücahitleri yaki, Moro mücahitleri deydiken, yani makansız devletler. Bularninki bir kişikin bir makalını okup kaldım. Bularninki Afganistan cihadı boğan vaxtımızda 300 kişini. Bizde nurgun malumatlar kam, sizler ögünüp girinler dep şu yerge evetildiken. Evetilgen vaxtımızda her birge şu tavsiyeni kılıdiken. Sizin birden bir vazifanlar şu yerdeki özününki mühim boğan bilimlerini ilip, özünlerinki vatini qaytib, muşu bişarı muş xalqqa sizlar ağa malumatlarını yetkizüş dep qaytib kıldiken. Bir qancha yildan keyin Afganistan jihadi tugab qolgandan keyin 300 kishilik qo'shindan 180 kishi qaytib keladi ekan. O chaqqa ilib berilgan jang, o chaqqa ilib berilgan ma'lumotlar ularninki shu vaqtdagi Filipindagi shu Yahudi Xristian shu dushmanlarga nisbatan intayin tuvan tayyorliklari ekan. Ala zamonaviy bo'lgan ilmlarni o'rganib kelgandan keyin ozgina vaqt ichida ko'zga ko'ringan nurg'un natijalarni qo'lga keltiradi ekan. Bu mening mush diqqatimni tortdi. Undan keyin baya deb o'tgan bizning ustozlarimiz, ana shu bizga ulug' bo'lgan ustozlarimiz dunyoning har qaysi joylarini ham kezgan bo'lsa ham o'zininki tegish ilmini olgandan keyin o'zining vataniga qaytgandan keyin o'zi qisqagina vaqt ichida bizningki mushar musulmon bo'lishimizga sabab bo'ldi desa xatolashgan bo'lmaymiz. Yana birga mushu Muhammad Amin Bug'roninki mushu o'zininki mushu vatandan hijrat qilishda maqsadini o'zininki g'oyasini unutmagan. Mushu o'zininki vazifasini mening burchim deb biladigan o'zininki millatini o'ylaydigan. Mushu o'zining davlatini qurmoqchi bo'lgan, mushunda haqiqiy saf iddialik bo'lgan 50 kishi bo'lgan bo'lsa, men nurg'un o'zimninki maqsad g'oyalarini amalga oshirgan bo'lardim degan bu so'zlari meni tixim o'yga soldi. Xo'sh, ham atrof qaraydigan bo'lsak, taqriban 30 yil qarayli. Mayni o'qig'anli bo'lsin, qaysi bir davlat kishsa, shu davlatga kirib, shu davlat chiqqandan keyin erib ketish, yoki mayda shu davlatga chiqqandan keyin o'zining xalqi nimaning muhimligini bilmaslik. Bilganlarmi yo'q emas, ammo chiqqandan keyin ko'plagan kishilarningki shu davlatga chiqqandan keyin shu yerda erib ketish ahvoli ko'p bo'lgan. Un adam chiqqan bo'lsa, uning kirishi yoki mayda sog'lom bir fikrni, o'zining millatiga foydali bo'lgan bir fikrni akirish intayin oz bo'lgan bo'lg'achqa nur bo'lgan talash-tartishlarni o'tkazdik. Va shuningdek biz ham 2015da chiqqanlarninki ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, har birimizda nurg'unlagan qarindoshlarimizningki qiynova, nurg'unlagan qarindoshlarimizningki bizda umidi bor. Biz vatanimizga qarzdor, ustozlarimizga qarzdor, o'zimizning unutqanlarimiz qarzdor. Mushlarni o'ylamagan vaqtimizda zot biz ne'matga mushu hijratdan iborat, mushu bizlarga shularga berilmagan hurriyatdan iborat, erkin fikr qilishdan iborat, bir yerga to'plashdan iborat, o'zimizningki qarindoshlarga mehr shafqat ko'rsatishdan iborat. Shularga berilmagan mushu fursatlarni o'ylagan vaqtimizda o'zda shularga berilmagan nurg'unlagan fursatlar, shularga berilgan nurg'unlar ne'matlar bizga berilibdi. Xo'sh, biz mushlarga shukr qilmaganligimiz uchun o'yladimki, bizningki garchi musulmon bo'lgan bo'lsakmi, garchi bir kishi o'zimizningki ta ibodatini qilgan bo'lsakmi, yoki biz shu bo'lgan davlatlarda erib tugab ketibmiz. Men Yevropaning davlatlarida bo'lsin, yoki boshqa yerda bo'lsin, irishimiz nihoyat ko'p bo'libdi. 10 minglab, 15 minglab chiqsa, qaraydigan bo'lsak 15 ming, 10 ming Uyg'ur bayada namoz o'qiydigan. Ana shu Allohning barliq birligiga ishilib chiqqan shu Uyg'ur musulmonlarning ichidan bir yer yo'g'inishib to'xta. Bizga ularga berilmagan fursat bizga berilibdi deb o'zining qalbiga qo'lni qo'yib turib, mushuni o'ylab, o'zining mush ne'matning qadrini bilganlarning intayin oz ekanligini ko'ramiz. Biz bir-birlab dunyoning har qaysi joylariga tarab kelayotgan mushu o'zining iztirob chekayotgan mushu Uyg'urlarga qaraylik. Qaytadan o'zimizning xalqimiz qaraylik. Bugun ular na ro'z tutish, na kafirning oldida bir ig'iz Allohning kalimasini ustun qilish yo'lda emas, o'zining jinni qo'g'dash, hattoki o'zining dinni qo'g'dash yo'lda bir ig'iz so'zni oshkor jakallamaydigan bilimiz ham biz bilib chiqdik. Biz buni 30 yil, 20 yillab yashadik. Bizni intayin orzular bilan yo'lga soldi. Biz ham orzular bilan chiqdik. Chiqqandan keyin ba'zilarimiz aqllarimizni bir yerga ko'rib qo'ydik. Ba'zilarimiz nurg'ulgan o'zimizningki ana shu ta Abdukim Maqsum Hojimdan boshlab, ta Abduqodir Damulladan boshlab
Bizning şu holatga akagan şu ustalarımızga ishonchimiz bosh. Bizimizningki yan bir qonga agashkimiz keldi. Bizimizning bir qonga agashkimiz keldi. Bundaq bir sağlam, sap bo'lgan kishilarni topgan vaqtingizda har qanday odamning oldig'iga keladi. İblismi har qanday bir azollikni insonga nisbatan intayin chiroyli ko'rsatadi. Zuyina lahum su'u a'malihim. Qaramaq o'zi yaxshi qildik deb o'ylaydi. Ammo bu yerda biz nima uchun tarixdan biri hozirgacha nech qatimlab hijrat qilgan bo'lsaqmi, nima uchun buning g'albisini ko'ramidik? Nima uchun buning g'albisini ko'ramidik? Tarixdan nima uchun buning qarab ibrat olmaymiz degan mushu masalalarda har birimizning o'ylanib chiqishini intayin arzu qilib. Bundan ilgari o'tgan yil bo'lsa kerak so'zga vaqtimizda so'zgan bir so'zimda shunda degan shu savolni qo'ygan edim. Bizdek o'zining vatanidan ayrilgan, o'zining vatanidan ayrilgan, o'zining ota-onasidan ayrilgan, o'zining ashunda qari, o'zining e'tiborli odamlarni aşağıda ko'mab qo'yib chiqqan yoki aşağıda tanlab turgan mushundaq ishlarni qoldirib qo'ygan bizdek mushundaq bir muhojiratlik odamlarga eng muhim bilishlik ish nima edi degan savol bilan so'zimni boshlagan edim. Bugün qaraydigan bo'lsak, yana shuning xulosasi shu gapdagi kallamizga qaraydigan bo'lsak atrofimizga. Biz chiqqan ekan har birimiz bizsiz qaysi bir qavmga kelgan vaqtda shuningga talpinish. Qaysi bir kichikkinak bir ovoz o'llik chiqadigan bo'lsa shu tarafga minish. Qaysi bir kichikkinak mehribonlikni ko'rgan vaqtimizda o'zimizdagi ulamolarimizni, o'zimizdagi mushu ulamolarimizni ham yaxshi kishilarimizni unutib qo'yish. Kichikkinak bir aziyat kelgan vaqtimizda qo'ya, bu Uyg'ur degan mushundaq bo'ldi deb o'zimizni saskinish. Sahabalarning ishidimi bu ishlar bo'lganmi desa bo'lgan ancha-muncha inson bo'lgach xatoliklar bo'ladimi bo'ladi. Demak, mushu tarixdan biri mayli 30 yillik hijrat tariximiz qarayli. Mayli 60 yillik hijrat tariximiz qarayli. Hozirgacha bo'lgan mushu orliqlarni har birini ko'zimizdan kechirgan vaqtimizning o'zida hijratdan iborat bu ne'matga, hurriyatdan iborat erkinlikdan bo'lgan bu iborat bu ne'matga biz shukr qilolmadik. Shukr qilolmadik. Ana shu uyushdan iborat bu ne'matga, uyushdan iborat bu ne'matga shukr qilolmadik. Shukrimizni ado qilolmadik. Agar ado qila olgan bo'lsak, Memdumin Buğra Hazretim Allah o kişinin razı olgan bo'lsin, bu so'zni degan bo'ladi. Bugun 10 minglarcha, 20 minglarcha musulmonlar chiqib, aşağıdan shuncha har birininki qaraydigan bo'lsak, har birining taqdek shundaq musibatlarga uchraganligini ko'ramiz. Kafirninki mishada o'ltirib atgan 30 yoshdan yuqorilar bo'lsa, 20 yosh deydi yoki 10 yosh kirgan bolalar bilinmaslik mumkin, 15 yoshdan yuqorilar bo'lsa mana ishida. Vatanning shu vaqt chiqqanlarimiz har birimiz buni bilamiz. Düşmanning o'ziga bizga naqadar zulmlarni qilganligi, qanday holatda chiqqanligimizni biz bilamiz. Nima uchun chiqqanligimizni biz bilamiz. Nurg'ulgan ustozlar ash birisi kirisi, birisi chiqib, birisini o'ltiribasi, yana birisi chiqib yetkazgan vaqtning o'zida qaraydigan bo'lsak, bugun Turkiyaga qarayli, bir shuari bilan hammasi Allah deydi degan bir so'z deydi. Ashning bilan hamma odamlar Allah. Biz vatan qaraydigan bo'lsak 30 yillik tarix ichida, mayli o'zimning janub taraf bo'lsin, mayli shimol taraf bo'lsin, bizningki har bir oilada dinni so'ymaydigan, o'qimaydigan, bir oilani topib bo'lmaydigan darajada mushunda bo'lib ketganligini bilamiz. Bu nimaning badali, nimaninki qaysi tirishchiliklar bilan bo'lganligi, shundaq sog'lom idealik ustozlar, shundaq tirishchiliklarningki badali kelgan edi. Bu davlatda qarayla biz ustozlarningki ashunda har bir oila qo'ldan kelganini qildi. Malvarlar malini chiqadi. O'qiyalig'aydi o'qidi. O'g'dalaydigan o'gdadi. Qarasak bugun bir o'yini tuzlutibdi, yakunmaydi uni solabdi desa, ertasi yana birisi chiqib qolgan. Yakunmaydi ertasi bugun solab 15 yil kesib o'tgan degan 15 yil kesib turmadi yetibdi men shundaq boshqalar yeb ishib olsa yakunmaydi, bunda yashasa men yashay demagan ertasidan dars o'qitishni boshlagan. Bunun örnekleri intayin köp. Vaqt münasebetinden buna bu yerda to'xtadimiz. Shuning uchun har birimiz bu hijratdan iborat. Bu oliy fazilat, bu oliy ne'mat qanchalik shukr qildik. Hurriyatdan iborat bu ne'matga qanchalik shukr qildik. Har birimizga mushundaq jo'glashgan vaqtimizning o'zida qaraydigan bo'lsak, Mustafa ko'ydimi, necha ming Uyg'urlarni bayqaymiz. Keladigan qanchalik.
Ba'zilarimiz bayada bo'lgandek aqlni boshqa yerda o'g'irib qo'yib qo'yib. Qaysi biriga o'zining yo'lining nerede ekanligini o'ylashimiz kerak. Sizning shu aqlga, shu ideyaga, shu ishonchga kelishga sabab bo'lgan kim? Ana o'shanda vatandagi ustozlar. Vatandagi ustozlar shuning uchun chiqqanmidi? Shuning uchun chiqqanmidi? Birsimiz birsini kayni menayotgan, birsini kayni ko'rib qo'yayotgan. Anda bo'lmaydi bu ish. Agar shukrni haqiqiy ado qilamiz desak, bizningki vafodorlik tuyg'umiz bo'lish kerak. Minnatdorlik tuyg'umiz bo'lish kerak. İhsonga, Allohning in'omiga shukr qiladigan bir qalb, bir ideya bo'lish kerak. Bu nima bilan bo'ldi desa, bu shu vatanda nimani o'ylab chiqqan bo'lsak, o'zimizningki dinimizni qo'g'dash, o'zimizningki birligimizni qo'g'dash, o'zimizning vatanni zolim, kofirdan iborat Xitoydan bu vatanimizni Xitoyni qo'g'lab chiqarib, bu vatanimizni qo'lga keltirish. Xudo qilib o'tgan vaqtda shu bechora zolimlarning zindalarda amalsiz qiynalayotgan shu qarindoshlarimiz, shu ota-onamiz shularni qutqarish bo'lgan bo'lsa, biz maholat o'tmaymiz. Birsini keyin chapmaymiz. Ana shu ustozlardan, pak ustozlardan suv ichgan buloqlardan suv ichgan ustozimiz turibdi. Kichikgina boya deganda kichikgina boshqalarning so'zi ustun chiqsa, boshqalarning kichikgina mol dunyolarida berilib ketmaydi. Mol dunyo deganda vaqtlik narsa. Biz qo'yib ketgan vaqtimizda bizning avlodlarimiz qo'yib ketadi. Biz yo'l topolmagan vaqtimizda bizningki vatanimizdagi ana shu qolib qolgan qor ko'zlarningki umidi aqlanmaydi. Biz bu ne'matga shukr qilmoq bo'lamiz. Shuning uchun aziz, muhtaram muhojir qarindoshlarim, muhojir ustozlar, har biraylar mushul bir o'ylab baqsaq degan umidda bu tiyim to'xtalishni munosib ko'rdim. Alloh tabarak va taolo mayli ko'z ne'mati bo'lsin, mayli sog'liq ne'mati bo'lsin, mayli azolarningki ne'mati bo'lsin, mayli bizlarga vaqt berilgan vaqt ne'mati bo'lsin, bularning shukronasini ado qilishni nasib qilsin. Oxirida yana bizga berilgan mush hijrat ne'mati, erkinlik ne'mati, bir-birimizga haqni zakor riyolaydigan ne'mati, amr bil ma'ruf qila oladigan ne'mat va shu o'zimizniki ana shu qavm qarindoshlarimizni, ustozlarimizni, ota-onalarimizni, o'rtoqlarimizni shu zulmni qutlashga birlasha oladigan ne'matdan iborat. Bu ne'matning qadrini bilib, bu ne'matga shukr qilgan Alloh tabarak va taolo nasib qilsin. Oxirida hammalarni bu chaqqish o'tkazib salgan xatoliklarimiz, gunohlarimiz bo'lsa, qadr kechisi ming oydan afzal bo'lgan bu qadr kechisiga erishib, o'zimizniki yangi hayotni boshlab, bundan keyingi hayotimizga yangi xaritlarni sizib, bu chaqda ustozlarning atrofiga o'yishib, o'zimizniki nima qilganligini bilgan holatda yashaydigan bir ong, saviya, hikmat, haqiqiy farosat ato qilsin. Alloh tabarak va taolo hammalarningki qilgan tutgan ro'zalarimizni, tug'an qiyomlarimizni qabul qilgan bo'lsin. Alloh tabarak va taolo shu vatanimizda mushu kunlarda qiynalayotgan, mushu kunlarda imrovatgan shu turmalardagi va vatanimizda ro'za tutmayotgan, Allohning farzlarini ado qilolmayotgan shu ota-onalarimiz, ustozlarimizga ularga Alloh tabarak va taolo rahim qilsin. Alloh tabarak va taolo bizning ojizligimizni Alloh tabarak va taologa shikoyat qilamizki, bizning kuchimiz intayin ojiz keldi. Biz ojiz keldik. Hatta ba'zilarimiz duo qilishni unutib qoldik. Duoni unutmaydi bularga. Ularga bizdagi minnatdorlik tuyg'umiz bo'lsin. Bizning nima uchun chiqqanligimizni har birimiz eslashni unutib qolmaydi. Bu eslagan vaqtimizda o'zimizga qadam bir plan siza olamiz. Kimning keyin mangmiz? Nerede mangmiz? Nerede to'xtaymiz? Buni bila olamiz. Buni bizdan boshqalarning fikri, boshqalarning yo'li, boshqalarning iqtisodi, boshqalarningki har xil qiziqtirishi bizni ozdirib ketolmaydi. Biz bu vaqtimizda u ish qarab mana olamiz. Shuning uchun vatandagilarni unutib qolmaylik. Alloh tabarak va taolo ularga rahim qilsin. Ularni dunyo va oxirat o'zining rahmatiga olsin. Ular vafot bo'lganlari bo'lsa, Alloh tabarak va taolo ularningki qabrlarini jannat bog'chasidan bir bog'chaga aylantirib olsin. Hayat bo'lsa ularga rahim qilsin. Alloh tabarak va taolo hammalarning gunohini mag'firat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحو السماء مترنما